Teng yo'li trapetsiyasining asoslari 21 va 9 santimetr, balandligi 8 santimetr berilgan. Unga tashqi qisilgan doira radiusini toping debdi. Hop, dastlab trapetsiyamiz teng yo'li bo'lgani uchun endi masofamiz asoslar ayirmasini yarmiga teng, ya'ni 21 minus 9 taqsim 2 6 ga teng. AN masofamiz esa 21 minus 6, ya'ni 15 ga teng ekan. Bu masofamiz 6, bunisi 15. Endi trapetsiyani diagonal o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni A uchi bilan C uchini solishtiramiz. Trapetsiyani diagonalini o'tkazdik. Hop, bizda bu burchagimiz alfa deydigan bo'lsak, trapetsiyaga tashqi qisilgan aylana A, C, D uchburchakka ham tashqi qisilgan aylana bo'lgani uchun CD taqsim sinus alfamiz teng 2R ga teng. Bu yerda R trapetsiyaga tashqi qisilgan aylana radiusi. Hop, radius topadigan bo'lsak, CD taqsim 2 sinus alfa. Hop, demak bizda CD noma'lum. CD yon tomon topish uchun uchburchak CND dan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra 8 kvadratiga 6 ni kvadratini qo'shadigan bo'lsak 10 ga teng. Hop, uchinchisi uchburchak ANC dan AC ni topadigan bo'lsak, AC'miz bizda ildiz ostida 15 kvadratiga 8 kvadratni qo'shamiz. 225 64 bo'lsa 289, bu 17, ya'ni diagonalimiz 17 ga teng. Sinus alfani topadigan bo'lsak, sinus alfamiz qarshisiga kat etdi gipotenuzaga nisbatan. O'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, radiusimiz teng bo'lyapti. CD'mizni topdik yuqorida 10 ga tengligini. Demak, 10 taqsim sinus alfa 8 taqsim 17. Bizda 2 ko'paygani ham bor. Hop, qisqartirib 10 bilan buni qisqartirib olsak, demak 5 ko'paygan 17 taqsim 8. 85 taqsim 8 ga teng. Demak, javob trapetsiyaga tashqi qisilgan aylananing radiusi 85 taqsim 8 ga teng.